Assalomu alaykum, qadrlar. Bugun sizni sizning 50 yoshlik to'y marakangiz bilan biz ham tabriklab o'tiribman. Shundaqla sizning bu xushallig'ingizga jo'r bo'lish uchun mush so'rovga javob olgan barcha urug'ur qardoshlarim, sizlarning bu marakalarni jizg'on tabriklaydi. Men sizlarni jiraqdan media orqali to'lab, suyunib, fahmlab kelayotgan urug'ur qardoshlarim. Biri bilan shunda qarindoshlarimiz vakolatan siz o'g'il kunozda jiraqdan, ya'ni Kanadadan tabriklab o'tiribdi. Siz o'zingiz jiraqdan o'sgansiz, menga o'xshash chet elda o'zimning millati uchun bir kichik qasamga qo'shaycha deganlarga g'ayri vaqt qo'limizni tushirib keldingiz. Bu yo'lda hamg'aysiz inonlikmi bir-birimizga qo'llab o'tamiz. Shundaqla men qadrlarni bilan o'zim qizlarimizning ichida ma'ydan tahlil qilamiz deb bilaman. Chunki qadrlar o'zida qolib va zo'r tirishchilik orqali Uyg'ur madaniyatidan degan zo'r to'plarni ko'rsatib kelayotdi. Ajab kelayotdi. Bu yo'lda yarib qolmaysiz qadrlar. Siz yashingiz 50 bo'lgan bilan o'zingizni aytib 25-30 yoshgidek mayli Çetik kızlar, bundan keyin bu boşta texnolojiyle sağlamlaştırasız, sizge selametlik, ailənizə bəxət, turmuşunuzga başardı. Sizin də bu tilək. Yana bir qədim sizə to'g'rilaringiz bilan cho'qmir taqdim. Bu baxtlar, qarindashlar, hammalar bilan yaxshi kunlarda ko'rishib, yaxshi kunlarda olishish, sabr va Allohga